birinchi ustozimiz otalarimiz. Hamma suhbatda biz onalar haqida gapiramiz, onalar haqida gapiramiz. Juda ko'p narsani eshitamiz. Ona sababchi ayol deyiladi. Lekin o'zi asli oilani qo'rg'oni, oilani ustuni bu ota. O'sha uchun otalarimizni o'rni juda ustun, juda yuqori turadi bizning jamiyatimizda. Bekorga aytilmaganda ota rozi, Xudo rozi deb. Otalarimiz hozir bizni oilamizni boquvchisi hisoblanganligi uchun ular qozonimizni qaynatishadi. O'sha uchun ularni gapi gap. Chunki bizni to'ydiradigan, bizni kiyintiradigan, bizni himoya qiladigan bu otalar. Bekorga aytilmaganda ota rozi, Xudo rozi deb. Ota roziligi Xudoning roziligi bilan teng qiladigan darajadagi ulug' zot. Bu degani birinchi ustozimiz otalarimiz. Men ana shunga faqat shunga qayerga qaramay hamma suhbatda biz onalar haqida gapiramiz, onalar haqida gapiramiz. Juda ko'p narsani eshitamiz. Ona sababchi ayol deyiladi. Lekin o'zi asli oilani qo'rg'oni, oilani ustuni bu ota. Va ota haqiqiy namuna. Haqiqiy insoniyatga, farzandiga, qizi o'g'liga bir xil namuna. Qizni tarbiyasi onadan bo'lgani bilan xarakterini 100% otadan oladi. Va otaga qarab u hayotida erkaklar haqidagi chiqaradigan fikrlarni chiqaradi. Bu o'zi alohida mavzu. Aytmoqchimanki, har qaysi hayotni jabhasida farzand uchun, inson uchun birinchi o'rinda turadigan ota. Chunki ota urug' ekadi. Nimani eksa shuni o'raydigan ota hisoblanadi. Ona bu hosildor yer. O'g'itlarga boy bo'lishi kerak, ya'ni ilmli bo'lishi kerak, yumshoq bo'lishi kerak, minerallari bo'lishi kerak, sug'orilgan bo'lishi kerak. Ona bu yer. Qaqshab yotgan yerda urug'dan nimadir ekib chiqmaydi. Chiqqani bilan u qanday hosil bo'ladi, qanaqa kuchga ega bo'ladi bilmaymiz. Lekin ana shunaqangi yumshoq, sug'orilgan, o'g'itlarga boy, ilmli, har tomondan bag'ri keng bu ona. Lekin urug' bu ota. Shu urug'ni o'sib chiqishi, kuchli bo'lishi, o'zini o'rniga ega bo'lishi, har qanday shamollarga, dovullarga chidamli bo'lishi farzandi bu otaga bog'liq. O'sha uchun otalarimizni o'rni juda ustun, juda yuqori turadi bizning jamiyatimizda. Butun bir insoniyatning hayotida, nafaqat o'zbeklar haqida gapiramiz. Butun bir insoniyatga taalluqli bu narsa. Alhamdulillah, musulmon ekanmizki, biz dinda ham bilamiz. Ya'ni erkaklarni ustunligi haqida. Va ustozimiz Shuhrat Qayumovning shunaqangi bir zo'r kuchli gaplari bor. Men endi qo'rqmasdan nimaga ustozimiz deyapman. Chunki u inson nafaqat qo'shiqchi bo'lganlar, nafaqat san'atkor bo'lganlar. U kishi nafaqat notiq edilar, ham chuqur ilm egasi va o'sha ilmini o'zini shogirdlaridan bo'lashadigan inson. Inson hayotda shuni yashashi kerakki, tirikligida ham u inson vafot etgandan keyin ana shunaqangi chuqur bir hurmat bilan eslanadigan inson. Va Shuhrat Qayumov xuddi shunaqa inson bo'lganlar. Men masalan hech qanaqangi istisnolarsiz aytaman, ya'ni bilgan insonimning ilmi haqida. Va o'sha insonning shunday gaplari bor ediki, qaysiki yuragimgacha ta'sir qilgan va haligacha eslayman. Erkak shunaqa erkak bo'lsinki, haqiqiy erkak, işte uni ko'rgan paytda ayollar yaxshiman ayolman, yaxshim erkak bo'lmagan ekanman deb shukr qilsin. Haqiqiy erkakni mas'uliyati, haqiqiy erkakni og'irligi, haqiqiy erkakni kurashini ko'rib, uni haqiqiy erkakligi bo'yniga oladigan yukini ko'rib, ayol ojizaligini his qilib, yaxshiyam men erkak emas ekanman deydigan shukrini qiladigan darajada bo'ladigan erkak bo'linglar deyishgan. Va ana shu narsa shunchalik hayron qoldirib, menga shunchalik ta'sir qilganki, chunki biz hozir qo'rqmasdan jar solamiz, hamma narsa teng deb. O'zi asli hamma narsa erkakka, otaga bog'liq. Ota oilani qo'rg'oni, ustuni va tarbiya ham otaga bog'liq. Faqat tarbiyani ona bermaydi. Ilmni faqat ona bermaydi. Qushni ikki qanoti bor. Xuddi shunday otaning ham xizmati juda ulkan. Va ana shu otalarimiz ham ilmli bo'lishi kerak. Lekin bizning otalarimiz hozirgi kunda juda ham ko'p faqatgina oilani boqish bilan dabichani topib kelib, ta'minoti bilan shug'ullanish bilan mashg'ul bo'lib qolganimizda tamom.
Xudoga shu ishni qiladiganlar bor. Ba'zi bular hatto ta'minotini qilaman deb farzandidan uzoqda boshqa o'lkalarda yashab yurganlar qancha. Endi bu haqida men boshqa bu temani hozir ochishni niyatim yo'q, chunki bu juda og'riqli va juda ham ko'p hozirgi kundagi muammolarning ildizi bo'lib taqiladigan bir mavzu bo'lgani uchun unga tegmayman. Lekin ayni paytda farzandi bilan birga yashab turib, oilasini ta'minotini qiladigan, o'qishiga pulini to'lab shaqqilatib pul topib qo'yadigan otalar haqida gapiradigan bo'lsam, sizni farzandingizni qornini, ustini but qilishingiz bilan bir qatorda berayotgan tarbiyangiz juda muhim. Chunki siz o'rnak bo'lasiz. Har qanday o'g'il farzand otasiga o'xshashni xohlaydi. Otamday bo'laman deydi. Chunki boshqa erkakni bilmaydi, dunyoga kelib, jamiyatga to kirib moslashgunigacha o'rnakni faqat sizdan oladi. Va ana shu o'rnak bo'ladigan ota davrada suhbatlashayotgan payti ko'p eshitib qolinadi. Kim aytdi? Ustozingmi? O'qituvchingmi deb shunday bir jerkib beramiz ustozlarni. Ko'p guvohi bo'lganmiz. Misollarni o'zidan bir eslab olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni unday qilibdi, bunday qilibdi, ya'ni ustozlarga nisbatan otalarning hurmati past. Hammasini emas, lekin aksariyatda. Va bu narsani farzandiga ham ko'rsatadi. Chunki biz pul topdik. Bizni ishimizda o'zimizning o'rnimiz bor. O'qib nima qiladi? Nimani beradi shu o'qituvchi? Farqi yo'q qanaqa o'qituvchi, qanaqa maktab o'qituvchisi, universitet o'qituvchisimi, institut, farqi yo'q qanaqa qaysi o'qituvchi haqida gap ketyapti. Umuman farqi yo'q. Ana shu bittasi haqida berayotgan ma'lumotingiz farzandingizga hammasi uchun xulosa chiqarish yetarli bo'ladi. Ya'ni siz haqiqatdan qaysidir o'qimagan o'qituvchi haqida gapiryapsiz, ya'ni qanaqadir xatolari bor haqida realni aytayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin bola bu narsani qabul qilmaydi, bolalarda hammasi shunaqa ekan deydi. Ya'ni o'zidan ustozini hurmati, obro'si, qadri pasayadi, ya'ni qadrsizlanadi. Uni mehnat qadrsizlanadi. Va bu narsani afsuski ba'zi bir otalar ham ko'rsatishadi. Hattoki o'zlari kelgan payti shunaqa baqirib, shunaqa gapirib ketishadi. Qotamanda. Farzandiga gapirib ketyapti, bu yerda dars o'tilyapti, ustoz bor. Ustoz bilan gapirayotgan ilm bor. Muomala ilmi bor, muloqot ilmi bor. Yo'q, biz buni o'ylamaymiz. Pulini olyapti, bo'ldi. Pulini olyapti, bo'ldi deb qilingan munosabatni o'zida hech qachon farzandga ilm yuqmaydi. Yuzga yuz aytaman. Bolaga ilm berishdan tashqari bolaga o'sha ilm yuqishi ham muhim hisoblanadi. Nafaqat ilm olish demak, ilmni yuqishi uchun ham harakat qilinishi kerak va shu ilm yuqishi, farzandni ilmda ustuvor bo'lishi, hayot o'z o'rnini topishi otani haqqi, ustozini o'rni va ustozlarga bo'ladigan munosabati muhim. Shunaqa hayron qolaman. Sizni o'zingizni farzandingizga berayotgan tarbiyangiz uchun vaqt topa olmaysiz. Farzandiga o'zi otasi vaqt topa olmayapti. Sizning farzandingizga endi bir yetiyot begona inson vaqt topib ham ilm beryapti, ham tarbiya beryapti, ham umrini beryapti, ham vaqtini beryapti, ham e'tiborini beryapti va sizning munosabatingiz mana shunaqa. Va siz xohlaysiz farzandingiz ilmli bo'lishini? Va ustozlarning munosabati boshqacha bo'lishini? Biz jamiyatda ustozlarni hurmat qilishni boshlashimiz kerak. Chunki anchagina hurmatsiz, ya'ni hurmatini boy bergan ustozlar bordir. Prosta tekst aytish mumkin. Ha, maktabda ko'p eshitaman. Dars beradiganlar qolmagan. Hammasi otaga dars beradi. Nimaga biz bitta, ikkita, uchta shunaqa holat uchun hamma ustozlarning mehnatini yo'qqa chiqarishimiz kerak? Nimaga ularni hurmatini joyiga qo'ymasligimiz kerak? Nima uchun ularni qadrsizlantirishimiz kerak? Shunaqa qadri bor eng buyuk insonni. Mana shu uchun ham farzandingiz darsga o'tiradi, ustozni tinglamaydi. Chunki otasi bo'lmaydi o'qituvching deydi, o'qituvchini oldiga otasini qilayotgan munosabatini ko'radi.
U hurmat qilib o'tiradimi? U tinglaydimi? Biz shunday bolalarni shunday tarbiyalayapmiz va ularni olim bo'lishini, ilmli bo'lishini, o'z sohasi ustasi bo'lishini xohlaymiz. O'z sohasi ustasi bo'lish uchun farqi yo'q qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar. Ustoz ko'rish kerakmi? Ustoz ko'rmagan shogird bu masxara shogird. Va shunday narsa borki, bilishimiz kerak. Abdulloh ibn Muborak aytgan, ustozsiz bosib o'tayotgan 70 yilni ustoz bilan 7 kunda bossa bo'ladi. Ustozsiz 7 yil sarf ketadi, ustoz bilan 7 kunda qilsangiz bo'ladi. Chunki ustoz o'zi yashab o'tib, tajribaga ega bo'lib sizga beradi. O'zi u yo'ldan yurdi. Uni mashaqqatini ko'rdi, azobini ko'rdi va o'sha narsani bo'lishadi. Biz o'sha uchun birinchi navbatda farzandlarimizni ilmi va tarbiyasi joyiga, muvozanatga tushishi uchun avvalambor o'zimizni ilmli qilishimiz kerak va ilm ahlilarini hurmat qilishni boshlashimiz kerak. Aytishingiz mumkin, nima aql o'rgatasiz, o'zimiz bilamiz deyishingiz mumkin, lekin qaysi sohada ishlashidan qat'iy nazar, qurilish bo'ladimi, shifokormi, yuristmi, tikuvchimi, sartaroshmi, har bir sohada ustoz shogird bor. O'sha sohani professional ustozlari bor va ular o'rgatishadi. Va qarangki, o'rgatadigan ilm hammaga ham yuqmaydi. Ilm yuqaydigan bo'lishi uchun bir narsani yaxshilab esimizda saqlashimiz kerak. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning bir hayotlariga boqsak agar, shunaqangi shayx maqomigacha yetishuvchi otalari qancha yugurganlar, otalari qancha duo qilganlar, otalarining duolari, amallari, so'zlari, xatti-harakatlari hammasi bir jam bo'lgan va natija ana shunday go'zal bo'ldi. Madrasalarga borgan paytlar, ilm ahlini oldida bo'lgan paytlari farzandim duo qiling. Butun bir ilm ahlini, insonlarning duosini olgan inson bo'lganlar shunday hazrat. Biz hazratni ko'rmagan bo'lsak ham eshitib, suhbatlarini eshitib, shunchalik mehr qo'yganki, biz shunaqangi qalbimizga yaqin inson bo'lganlar. Nima uchun qalbga shunchalik yaqin u inson? Chunki ilm ahlida. Shunchalik bizga yaqin va aytgan so'zlarga amal qilishga intilamiz. Nimaga? Chunki o'zlari amal qilganlar. Va eng asosiy nuqta mana shu yerda. Biz aytganimizga farzandimiz amal qilish uchun avvalambor biz o'zimiz shu aytayotgan narsamizga amal qilishimiz kerak. Toki o'zimiz aytayotgan narsamizga amal qilmas ekanmiz, biz ming chiroyli gapiraylik, farzandimiz bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqmaydi, даже kirmasa mana shu o'tib ketadi. Biz qanday mehr bilan kimlargadir nimadir aql o'rgatamiz, gapiramiz, ha eshitadi, lekin shu hadeb eshitgungacha amalga chiqmaydi. Nimaga? Chunki o'zimiz o'sha ishni qilmaganmiz. O'zimiz o'sha hayotda yashab o'tmaganmiz. O'sha uchun ham bu narsani isbot sifatida bir rivoyatni aytaman. Bir kuchli tabibga farzandini aytishadi, yosh bolachani juda ko'p shirinlik yeydi va shunaqa bo'ladiki, agar yana shirinlik yeyishni davom etsa agar, u farzandga og'ir kasallik va hattoki o'lim xavf solayotgan bo'ladi. O'sha uchun tabibga aytishadi, iltimos deydi tabib, shunaqa qiling, shu bolam shirinlik yemaydigan bo'lsin. Asal yemasin, chunki asal uni hayotiga zahar bo'layapti. Uni o'ldiradigan manbaga aylanyapti. O'sha uchun asal yemasligi uchun iltimos o'sha narsani bir ilojini qiling, bolam yemaydigan bo'lsin degan paytlar shunaqa qaradilar o'sha tabib, ulamo 40 kundan keyin keling deydilar. Farzandingizni 40 kundan keyin keling, men davolab beraman deydilar, aytaman deydilar. Chora tadbirni ko'raman deydilar. 40 kun o'tadi, 40 kundan keyin kelishadi. Shuna bolachani olib kelishadi, qarab o'tiradi, bolam deydilar. Boshqa asal yema, xo'pmi deydilar. Bolacha xo'p deydi, tam shu bilan asal yeyishni to'xtatadi.